bir zorbul masal qildi-da Alloh taolo. Bir misolda aytdiki, bir kishi Uzayr degan odam bir qishloqda o'tib ketyapti. Bu qishloqning nomi hozirgi kundagi Falastin. Buxtanastar degan bir podsho o'sha qishloqni vayron qilib tashagan bo'ladi. Haligi kishi eshagi bilan o'tib ketayotib, "Oho, bu yer qachon endi yana obodon bo'lar ekan" dedi. O'ta vayron bo'lib ketgan qishloq edi. Shunda Alloh taolo uni 100 yil uxlatib qo'ydi. 100 yil uxlatdi, uyg'otgandan keyin "Qancha uxlading?" dedi. "Qala labithtu yawman ba'da yawm." Bir kun yo yarim kun uxladim dedi. Alloh taolo 100 yil uxlading dedi. Ovqatingga qara dedi, "Undur ila ta'amika va sharabika lam yatassan." 100 yilda ovqati bilan suv hech narsa bo'lmadi. Endi eshagingga qara dedi. Eshagiga qaragan ekan, eshagi chirib hech narsa bo'lib qolmagan, ya'ni 100 yil ichida o'lib ko'rdilar. Va endi qarab tur dedi, "Seni ko'zingni oldingda shu eshakni tiriltiramiz" dedi. Eshakni tiriltirdi, haligi kishi aytdiki, "Bildimki, Alloh taolo hamma narsaga qodir ekan" dedi. E'tibor beringlar-da, necha yil o'tib ketdi? 100 yil o'tib ketdi. Buni nima uchun Alloh taolo bizga misol qilyapti? Agar bitta dars o'rgansangiz 100 yil ichida shu yetar ekan sizga. Buni ko'p misol qilaman, birodarlar. Keldingmi, talaba niyat alhamdulillah, bitta ilm o'rganib ketaman desangizchi, o'ta katta savob ekan.